Selam dostlar, çıkarlarız. Ne Kırılmaganga koramagız. İrine, dırşыңın etkende. Hazır men sizge dostlar, şoqqina qishki Pittsburghni ko'rsataman. Bunda da qish bor, bunda da qor bor. Narsa turida bugun so'rashib olamiz. Bunda bugun ozgina sizga Pittsburghning tabiatini ko'rsatib olaman. Dostlar, qarab olingizlar hali. Do'stlar, mana narsa aytasım kela, Pittsburghdagi qor nechik deb aytayim, u bizdagi Rossiyadagi Sochidagi kabiroq deb aytaymi ekan. Ul yovada iribita, no qaysi bir qishlarda ul baribir uzoqroq tura endi. No shulayda menga mana Pittsburghning narsasi shu qishi bego shu deb aytarim ekan. Chunki men baribir qishni sovuqdan nig'roq yarataman. Men issi pagodadan yetolmayman. Nechik deb aytayim hali? Og'ir kechiraman deb aytayim ekan. Shuning uchun mana qish bek motor bunda. Narsasi bor, shoqqina qor yog'sa, butun maktablarni yopalar. Mana bugun endi maktablarni yopdilar. Bolalar bora olmadi. Biz bolalar boshida uydan o'qitdik. Bulayda endi ko'pchilik bolalar hamanda endi uyda o'tira. Shunday narsa aytasam kela. Zimniy покрышка turida so'raylar. Letniy sezon, zimniy sezon bormi? Yo'q do'stlar. Bunda letniy, zimniy sezon yo'q. Покрышка kishi almashtirmaydi bundan. Mana nechik yurgan bitigi. Bir sezonda shu bir almashtirasың da endi shulay juriysan. Shu menga kelganda shuning uchun qishda bor, покрышка almashtirga tugul. Вот shulay. Hali endi tegini Pittsburghning bu waterfront yog'ina boramiz. Bu endi bunda ko'proq chiqasan. Waterfront degani endi u narsa. Unda shu tega торговый площадкалар, magazinlar, строительный magazinlar. Tegese mansa. Men hozir stroy materiallar olam. Shunday endi ana aytamiz. Narsa bilan shug'ullanganni тоже tushirib qo'yarman tezdan. Mana qishkini bizning endi tegi sezon bitdi desak-da, va sezon yo'q. No biz tek turmaymiz, o'zimcha narsalar ishlagan bo'lamiz, yurtlar remontlagan bo'lamiz. Shundan remont yurtlar, hali mana как раз штукатурканы yasab bitirga tegishli. Штукатурка, покраска, вот. No, agar nega shu ko'p kishi endi bunda Amerikaga kelgach, ko'p kishi endi Mayamiga ketadi, Nyu-Yorkka ketadi, Pittsburgh salqin deylar. Unda salqin tegisi bo'lsa, olay tugul do'stlar, borda tuzirlik, olay tugul. Ufaga, Qozonga tuzgan kishi bunda endi anay spokойно tuzadi deb aytarim. Вот shulay. Rahmat do'stlar. Meni ko'raganingiz uchun so'rovlar yozasiz, shunsa da qiziq. O'zine ko'ra nechikdir jon bera, yangama boshlandi deb aytarim sizlar bilan. Joylab-joylabgina xalq dastili, bu meni shodlantiradi do'stlar. Men mana o'tiga o'ynabgina boshlarman deganim, boshlaganim bu kanalni. Dishimni aytdim. Rahmatingiz. Salqin timadi. No, shulayda tegi xalq yoza, tag'inda o'zine ko'ra oralashuv neti bu mashina meni beraga o'limi. Oralashirga bir usul deb aytayim. Mana bu do'stlar, bu mana hozir mana ko'pirni boyaga chiqdik. Mana endi qoralar rayoni deb aytilar endi. Qoralar oqlar, qoralar ko'proq yashaydi bu yoqlarda. No, shulayda bu yoqlarda mana masalan yurtlar shog'ishtirmasha, arzon bu yoqlarda hali. No, bari biyilni bir ko'p haqlarni ko'tarildi. Dishimni aytganda, elik bunda 20-30 ming dollarga olib bo'ladir. Hozir endi bir aytik 40-50 deb olaylik. No, remont kerak endi ularga. Anladingiz? Mana bola yosarga tegishdi ku, конечно. Yo'llar bunda endi o'zingchalikli bo'lsa-da, shulayda. No, bu elik endi mana bu rayonlar boshida tegi zavodlar bo'lgan bit endi bunda metallurgik temir yetishtiruv zavodlari. Hozir endi ko'p kishi shu yoqlarda yashagan. Конкретно металлургlar, заводчане. Вот. Hozir teganiga kelib jetamiz. Badalo mana 13-o'ramda men tegi yilni olganim bir yurt qiziq ko'rsatganim endi kimlar videolarni ko'rib boradi.
Азыр мен шунда барам. Шул йортның покраскаларын, шпаклевка, покраскаларын эшләргә тиешләр иде. Азыр менә карыйбыз, ничек эшләгәннәр микән. Ярар, дуслар, бу үзенчә бүгенге көннең киләчәккә бу кышны сагынып карарбыз. Бүгеннән кыш бетәргә дә мөмкин диләр. Сагынып калырга бер бәләкәй генә видео миннән сезгә. Барыгызга кайнар сәламнәр. Языгыз яме. Дусларыгыз белән бүлешегез. Рәхмәт.